Assalomu alaykum hammaga. Atikir gaz servis obunachilari. Bugun yana bitta Kia Sonet mashinamizga gaz qo'ydik. Hozir buni yurib tayyor qilib bo'ldik. Xudo xohlasa, buni yana yangi обновление bilan qilindi. Mabodo bizda oldin qo'ydirganlar bo'lsa, kesalarning yangi обновлениясini qilib beramiz. Bu yana ham o'sha ham konditsioner, ham bez konditsioner nastroyka qilindi, chunki oldingilarida havo isimagani uchun nastroykalar konditsioner bilan bo'lmagan edi. Kesalaring yana bitta обновление qilib beramiz. O'sha bunga har doimgidek zapchastlarni tanishtirib qo'yamiz. Lavato reduktorimiz, mnogorazовый filtr, I+ injektor, yangi blogimiz Aybaniki. Yana ham bir afzalligi, xudo xohlasa, bu yana ham ekonom bo'ldi. Baloni bunga 48 litrlik qo'yildi. 48 litrlik balon, mana turishini ko'rsalaring bo'ladi. Polka hech qanaqa ko'tarilmaydi. Taylar o'sha sho'mizilsa qilingan. Yopilganda bu tekis turadi. 63 litrli balon qo'ysa ham bo'ladi, lekin 48 litr tavsiya qilamiz. Nimaga? Shu balon bilan ham o'zi mashina o'rtacha shahar ichi 600-650, danlida 700 oshiqroq ham yuradi. Nagruzka kamroq bersalaring. Yana bitta ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bu mashinalarda injektori MPI, bu 4 silindrli mashina, faqat injektor dual bo'ladi. Har bitta mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Har bitta porshinda ikkitadan injektor. Jami 4 silindrli mashinaga 8 ta injektor bor. Bu benzin injektori. Gazda bu 4 ta qo'yiladi. Kompyuter o'zi uni operatsiya qilib boshqaraveradi. Nimaga bularda ikkitadan injektor qo'yilgan? Объемda, kichkina объемdan kattaroq kuch olish uchun bitta injektor faqat yurganda ishlaydi, qo'shiladi, ikkinchisi faqat xolosтой xodda ishlab beradi. Помощник sifatida ko'pchilik bunga oddiy оборудование qo'yib qo'yishyapti. Relay orqali uzib yoki emulyator podkapotlar orqali ularda sal muammo bo'lib qoladi. Bularga o'sha o'zini spetsialniy bloklari bor. O'shalar bilan foydalanilsa, maqsadga yana ham muvofiq bo'ladi. Xudo xolasa, yurishlari yana ham zo'r bo'ldi. Akamdan iltimos qilamiz, buni yana bitta yurib, probeglarini kommentariyada qoldirishadi. Hozir akamdan ham so'rab ko'ramiz, chunki biz buni yarim soatdan oshiq nastroyka qildik, oxiri darabotkasiga yetdik. Faqat olishga yurganda imkon bo'lmadi. Ozgina ishlarimiz bilan bo'lib, akam qalla? Botir aka. Xo'p, mana akam bilan birga yurib ko'rdik. Yurishlari endi xudo xolasa zo'r. Endi rasxodlarni bitta ko'rishsa, hamma holatini imkon darajasi nastroyka qildik. Bir yarim soat yurdik akam bilan. Nima deydi aka, sizga ma'qulmi ustanovka yurib ko'rdik mana? Nima deysiz aka? Ha, menga juda ham ma'qul tushdi. Gaz o'rnatish ustanovkasi, yurishi, rasxodi hammasi ma'qul. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Tavsiya qilasiz. Keyin bitta iltimos qilamiz, iloji bo'lsa, o'sha 1-2 zapravka yurib tekshirganingizdan keyin probegi, keyin agar hisoblasangiz, o'zingiz bitta pribelini ham chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. O'zim akam ham o'qituvchi ekanlar, bunaqa narsalarga usta bo'lishlari kerak. Samimiy glавный o'zi sразу mashina olinib gaz qo'yilganda bu tezroq yana ekonom kirib ketadi. Keyinchalik bu o'zligiga yana pribel shunday bepulga qolgandek bo'ladi. Botir akam ham o'sha men blogdan kelishgan, bizni kuzatib, akamga ham rahmat, sog' bo'lasiz aka, salomat bo'lasiz. Xizmatlar bo'lsa aka, shetdamiz. Kimda qanaqa Kia Sonet boshqa farqi yo'q inomarkalar qo'yilaveradi. Hozir bu yerda ham Faton mashinasiga bu gruzovik, mini gruzovik, bunga ham gaz qo'yyapmiz. Agar qiziq bo'lsa, buni ham bitta obzor qilib beramiz. Bunga o'sha yoniga 90 litrli balon bilan qo'yilyapti. Mabodo shunaqa gruzoviklar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, muammo yo'q. Buni ham o'sha pokoleniya qilib, chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.